Bugun yakshanba, oyog'im charchadi desam, jag'im ham charchabdi. 3 ta bolaga gapirib, ular orqasidan yugurib. Asakada suv qochadi degan gap bor. Meni ota yurtimda suv qochmaydi, odamlar suvdan qochadi. Chunki 1 metr kavlashingiz bilan voshib suv chetib qoladi. Xullas suvimiz qochib ketdi. Salkam 1 oydan beri suv yo'q. 1 tonnasini 60 mingga olib kelib to'ktiryapmiz yonkistimizga. Undan oshib qolganini bir dunyo paqir, kastrulka nimam bo'lsa olib chiqib to'ldirib olyapman. Bugun yana suv chaqiradigan edik, bolalar cho'miltirib chiqqanimdan keyin suv tugadi. Suv chaqirsam qolgan suvimni isrof qilib qaytarib olib ketadimi deb nafsim baloli qilib, bochkada olib qo'ygan, paqirda olib qo'ygan suvlarimga ishonib kir boshlab oldim ruchnoy mashinamda. O'zi ham tanga solib ketgan ekan, avtomatga kir yuvorib. Mashinam anchadan beri ishlatilmagan edi, shuning uchun chang bo'lib ketgan ekan, olib chiqib avag'ini artib, tozalab, netib, bir paqir suvda isitib quydim. Keyin yana suv qo'yib qo'ydim gazga. Xullas kalom suvni isitib, oppoq qilib kirlarimni yuvib, kir borada peshinimni o'qidim-da, iftorga tayyorgarlikni boshladim. Bilinchikli tort qildim, istoriyasini ertaroq qo'yuvdim direktimda уже nima bu, qanaqa tort, nimadan tayyorlanadi deb so'rabsizlar. Oddiy bilinchikli 3 stakana degan o'zimiz ashi retseptimiz bor-ku, ayalarimiz qilib berardi. Xuddi o'shanga faqat bir qoshiq kakao solganman va kremini, smetanani o'ziga, kiloli smetana olib kelib, shakar solib, shunchaki aralashtirib xolodilnikka solib qo'ysalaring, shakar erib, smetanadan shunaqa zo'r krem bo'ladi. Bilinchiklar tayyor, endi navbat tortni yig'ib olishga. Ko'rsh, krem qilib shu tariqa yig'ib oldim. Bilinchigim oshib qoldi, kremim yetmay qoldi. 1 kilo olib keltirsam ham bo'lar ekan, ozroq olib keltirgan ekanman. Kichkinaligimizda maktabda o'qib yurgan paytlarimiz ayam Ramazon oyi kirib kelishi bilan ro'za kelsa qiz chiqargandek bo'lib ketaman edi. O'sha gaplarni mag'zini endi chaqib ketyapman. Mana endi vaqti kelib aylanib biz ham tayyorlanib yuribmiz. Ilgari kungi chuchvaradan oshib qolgan beda bilan ismaloqli qiymam bor edi. Lavash xamirlariga o'rab duxovkaga tiqib qo'ydim 20 minutga. G'usragan zo'r samsa bo'lar ekan. Tavsiya qilaman, qilib ko'ringlar.